Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa sizlar uchun Toshkent viloyati Nurafshon shahri Degantepa mahalla fuqarolar yig'inida 10 sotikdan 2 ta 20 sotiklik uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Ko'ryapsizlarmi, mana katta yo'ldan 50 metr kirib keldik. Mana trassa. Bu yog'inglar Nurafshonning sentri, bu yog'inglar mana Kaltsoga borasizlar, Kaltsodan Tashmore Begovatga qarab ketasizlar. Turgan joyimizdan Qo'yliq qachon maksimum chiqadigan bo'lsa 22 kilometr, Food Citygacha 18 kilometr uzoqlikda turibmiz. Gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Bog'cha, maktab, magazin hamma narsa yaqin. Nurafshon sentrigacha shu yerdan 3 kilometr, Tashmore Toshkent dengizigacha 5 kilometr uzoqlikda turibmiz. Kadastrlar zo'r holatda. Arzon narxda berib yuboraman, zudlik bilan deyapti. Ikkita kadastr qilib qo'yilgan. 10 sotikdan 20 sotik, ikkita kadastr. Joy zo'r, lokatsiya zo'r, jiloy mahalla, buzilish, qurilish sinosi hech nimaga tushmagan. Manzil Toshkent viloyat Nurafshon shahar Degantepa mahalla fuqarolar yig'ini. Mana joyimizni qaranglar, ikkita 10 sotikdan 20 sotik. İşte 10 sotikdan 20 sotik. Bu yog'ini oling 10 sotigini, oling nar yog'ini oling 10 sotigini. Alohida darvoza qilib qo'yilgan. Mana bu uchastkaga mamtdan darvoza bo'lyapti. Mana bu yoqda bir 4-5 xona fundament qurilgan. Bu tarafdagi uchastkaga mamtdan fundament bo'lyapti, 4-5 xonaga fundament qurib qo'yilgan. Endi har bir sotigiga 3050 dollardan so'ralyapti. 3050 dollar. Ya'ni ozgina o'tadigan, kelishadigan joy bor. Joyni qarang. 10 sotikdan 2 ta farzandlilarga. Shundoq tayyor. Mana bu yoqda yana bitta o'g'ilga, mana bu yerda yana bitta o'g'ilga. Chorvachilik, bog'dorchilik, parrandachilik qilaman deysizlar ham zo'r joylar. Nari yoqlar mana kenglik, yaylov. Tepa, shundoq tepani ko'rsatib yuboring aka. Mana. Juda ham katta joy. Yo'q, endi kirib kelaverish bo'lyapti mana. Bitta darvoza hamda bitta darvoza bo'ladi. Kelib ko'rib savdosini qilinglar, like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Joninglar sog' bo'lsin, sizga nasib qilsin, buyursin. Like, podpiska esdan chiqmasin. Rahmat.